Dam olish deganda siz nimani tushunasiz? Turkiyaning issiq sohillaridimi yoki Shveysariyaning tog'li qishloqlaridami? Shoshmang. Men hozir sizga Toshkentning shundoqqina yonginasida Bo'stonliqning qoq markazida joylashgan turistik mega loyihalar haqida gapirib beraman. Ko'rib turganingizdek, bu Ugam. Assalomu alaykum. Ugam daryosi Markaziy Osiyoning tog'li hududlarida hayotni ta'minlab kelayotgan muhim tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Ugam tog' tizmasidan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'iston hududlari orqali oqib o'tuvchi mazkur daryo asrlar davomida mahalliy aholi turmush tarzi, qishloq xo'jaligi va mintaqaning ekologik barqarorligi uchun asosiy omil bo'lib kelgan. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, inson faoliyatining kuchayishi va infratuzilmaning kengayishi tabiiy suv manbalariga bo'lgan bosimni oshirmoqda. Bu esa Ugam daryosini muhofaza qilish masalasini strategik darajaga olib chiqdi. Shu bois chegara oldi hududlarda suv resurslarini boshqarish, ifloslanishning oldini olish va ekologik monitoringni kuchaytirishga qaratilgan hamkorlik ishlari izchil amalga oshirilmoqda. Shaharda yashab kundalik stresslardan charchadingizmi? Ishda deadline joningizga tegdimi? Biz tavsiya etamiz. Ugamning baland tog'lari va sokin soylari siz uchun eng yaxshi psixolog. Bu yerda sizni keng hovlilar, sayr qilish uchun yo'laklar, milliy yurtalar va hatto zamonaviy glass house'lar, shuningdek tog' tepasidagi tabiiy amfiteatrlar kutmoqda. Bugungi kunda sayyohlar faqat madaniy yodgorliklar bilan cheklanmay, tabiat bilan aloqa qilish, ekologik sayohatlar va hududning tabiiy go'zalligini ko'rish imkoniyatini izlashadi. Tog' oldi mehmonxonalari aynan shu talabga javob beradi. Ularda shahar hayotidan uzoq, sog'lom va ekologik toza muhit mavjud. Bundan tashqari, mamlakatning turizmini rivojlantirish bo'yicha qat'iy strategiyalari, infratuzilma investitsiyalari, aholi va xorijiy mehmonlarni jalb etish yo'nalishidagi dasturlar ichki hamda xalqaro sayohatchilar uchun O'zbekistonni yanada ko'proq ochiq va ishonchli joyga aylantirmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda tabiatga yaqin, ekologik toza mintaqa sifatida tanilgan Bo'stonliq tumani, Ugam daryosi atrofida turistik infratuzilma jadal rivojlanib bormoqda. Ilgari asosan toshloq va to'la foydalanilmagan bu hududda bir necha yirik turistik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa ichki va xorijiy sayyohlarni jalb qilishni ko'zlaydi. Tasavvur qiling, kimdir bu yerga 1 trillion pul tikyapti. Nima uchun? Chunki Ugam bu kelajakning oltin konidir. Bu yerda shunchaki dam olish joyi emas, balki 14 gektar maydonda 870 ta kvartiradan iborat kichik bir shahar qurilyapti. Tasavvur qiling, tog' tepasida, daryo bo'yida kim ham yashashni istamaydi? Bu xuddi Shveysariyaning Alp tog'laridagi kurortlarga o'xshaydi, faqat o'zimizning milliy kolorit bilan. Ekologik yondashuvning yana bir muhim jihati zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tabiatga zarar yetkazmaslikdir. Ayrim loyihalar doirasida membranali filtratsiya tizimlari joriy etilib, suv sifati yuqori darajada saqlanmoqda. Shu bilan birga, elektr energiyasini ishlab chiqarishda ham ekologik toza usullarga ustuvorlik berilmoqda. Bu esa daryo ekotizimiga tashqi ta'sirni minimal darajaga tushirish imkonini bermoqda. Ugam daryosi atrofida olib borilayotgan har qanday qurilish va investitsiya loyihalari ekologik muvozanatni saqlash, tabiat va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi noyob uyg'unlikni ta'minlash tamoyili asosida amalga oshirilishi lozim. Chunki Ugam bu faqat daryo emas, balki butun bir hudud hayoti, uning kelajagi va barqaror taraqqiyoti ramzidir. Eshiting va hayratlaning. O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar oqimi 2019-yilga nisbatan 73% ga oshdi. 2025-yilning o'zida 10 milliondan ortiq xorijiy sayyohlar yurtimizga tashrif buyurdi. Ammo eng qizig'i o'zimiznikilar. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi tufayli millionlab yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz chet elga emas, aynan mana shunday tog' yonbag'riga intilmoqdalar. Bu esa tog' hududlariga bo'lgan talabning ortib borayotganidan dalolatdir.
Aynan mana shu maskanning o'zi yiliga 200 ming nafar tashrif buyuruvchilarni qabul qilishga tayyorgarlik ko'ryapti. Hukumatning keng qamrovli strategiyasi doirasida 2030-yilga qadar turizmning yalpi ichki mahsulotdagi hissasi hozirgi taxminan 3.5% dan 7% gacha yetkazilishi hamda xorijiy mehmonlarni 20 milliongacha jalb qilish rejalashtirilgan. Bu rejalar uchun transport infratuzilmasini yaxshilash, mehmonxona xizmatlarini kengaytirish kabi choralar ko'rilayotgani ma'lum. Boya aytganimdek, Ugan bo'yida qurilayotgan binolar Green Building standarti asosida barpo etilyapti. Ya'ni ular energiyani quyosh panellaridan oladi va chiqindilarni qayta ishlash maxsus tizimiga ega. Siz tabiatga hech qanaqasiga zarracha ham zarar yetkazmaysiz. Bu esa ongli dam olish. Ayni damda esa ana shunday mehmonxonalarning biri haqida ma'lumot bermoqchimiz va u yerdagi sharoitlar bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat, nihoyat keldik. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Ravshan, aynan biz Ugam atrofidagi qurilayotgan yangi mehmonxonalar haqida ko'rsatuvimiz orqali ma'lumot bermoqchimiz qadrli tomoshabinlarimizga va aynan mana shu yangi qurilgan mehmonxonaning ham faoliyati haqida bizga ma'lumot bersangiz yaxshi bo'ladi. Qachon tashkil qilingan, o'z bag'riga qancha mehmonlarni sig'dira oladi? Xo'p bo'ladi. Avvalambor xush kelibsiz. Xuddi gapirib o'tganingizdek, mehmonxonamiz Bo'stonliq tumanidagi eng chiroyli joylardan biri. Ugam daryosi bo'yida joylashgan. Mehmonxona o'z faoliyatini boshlaganiga ko'p bo'lmasdan, mehmonlar oqimi juda ham yuqori. Kelayotgan mehmonlarimizning asosiy qismi, ya'ni 70% ni mahalliy sayyohlarimiz tashkil qilsa, qolgan 30% ni chet el turistlari tashkil qiladi. Asosan qaysi mamlakatlardan? Asosan Saudiya Arabiston, Rossiya, hattoki Turkiyadan ham kelib bizga dam olib, biza ko'rsatayotgan xizmatlarimizdan, servislarimizdan juda minnatdor bo'lib ketishadi. Qancha mehmonni o'z bag'riga sig'dira oladi? Mehmonxonamiz qolish sharoiti bilan hozirgi kunda 120 mehmonni o'z ichiga oladi. Kunlik dam olish bilan umumiy 150-200 ta odamni bemalol xizmat ko'rsatish kuchiga ega. Aynan bularni o'z ko'zimiz bilan ko'rmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki xalqimizda bir shunday gap borki, ko'p eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan yaxshi deydi. Ko'rsatuvimizni ko'rib boring va albatta biz qo'limizdan kelgancha sizni qiziqtirgan savollaringizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'zi umuman har bitta dam olish maskanlarida, mehmonxonalarda birinchi navbatda o'sha xavfsizlik birinchi o'rinda turadi-da. Bu yerda xavfsizlik qay darajada? Mehmonxonada xavfsizlik juda yuqori, atrofi o'ralgan, xavfsiz, maxsus xodimlar tomonidan kamera nazoratga ega. Nafaqat kattalar uchun, bolalar uchun ham xavfsiz bolalar maydonchasi ham mavjud. Maxsus enagalar tomonidan bolalar maydonchasi nazorat ostida. Bu yerda ko'ryapmanki, karaokelar ham bor ekan. Ana menimcha g'uborlarni umuman esdan chiqarish uchun ham sharoitlar menimcha yaratilgan. Qo'shimcha sharoitlar to'lov ichida karaoke, spa zonalar, o'yingohlar, kompyuter, PlayStation bular hammasi o'sha mehmonga qiziqarli dam olish uchun tashkil qilingan. Bu hammasi bu to'lov ichida. Bundan tashqari eng katta yutug'imiz 3 mahal ovqatni o'sha to'lov ichida o'sha berishimiz. O'zi odatda mehmonxonalarda faqatgina o'sha nonushta to'lov ichiga kirgizilardi, lekin aynan bu mehmonxonada esa 3 mahal bemalol mazza qilib dam olishingiz mumkin va taomlardan bahramand bo'lish imkoniyatiga egasiz. Tog' yonbag'rlarida barpo etilgan mehmonxonalar mahalliy aholi uchun qanchalik ahamiyatli? Mahalliy aholi uchun juda ham ahamiyatli. Sababi bu joyga sayyohlarimiz tashrif buyurishi, nafaqat mahalliy sayyohlar, chet el sayyohlar ham tashrif buyurishi aholi o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishiga ma'lum bir hissa qo'shadi. Turizm rivojlanadi va ish bilan ta'minlanadi. Bizning mehmonxonamizda ham hozirgi kunda 50 dan ortiq xodim faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bularning asosiy qismini mahalliy aholi tashkil qiladi. Lekin bilasizmi, menga aynan bu mehmonxonada eng yoqqan narsa nima bo'ldi? Mana shu ulkan hovuz. Odatda mehmonxonalarda aynan ma'lum bir chegaralangan
hovuzlar bo'lardi va bu esa xuddi bir sport kompleksiga kirib qolgandek bo'ldim. Bu joyga kirish uchun ham mehmonxona tomonidan maxsus vaqtlar belgilangan, ya'ni ayollar vaqti bor, erkaklar kiradigan vaqt bor. Yana fin saunasi, turk hammomi va maxsus uqalash xonasi mavjud. Ularning barchasi narxning ichiga kiritiladi. Uqalash xizmati alohida to'lov asosida mehmonga taqdim qilinadi. Demak, xona to'lovidan tashqari, agarda o'sha mehmonni ixtiyori bilan, xohishi bilan bu xizmat turidan foydalanish mumkin, to'g'rimi? Foydalanish mumkin. Mehmonxonada tozalik birinchi o'rinda, eng yuqori darajada bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu uchun maxsus xodimlarimiz biriktirilgan, ya'ni mehmon uyg'onmasdan oldin o'z ishlarini boshlab, housekeeping bo'limi deymiz, shu housekeeping bo'limi tomonidan nazorat qilinib, bu uchun o'sha maxsus supervizorlar tayyorlangan. Ular har bir nafaqat basseyn, spa joylarini, butun bir mehmonxonani, xonalarini ham alohida e'tibor qaratiladi. Ma'lumotlar uchun sizga rahmat, lekin yana meni eng qiziqtirayotgan narsa bu xonalarning sharoiti. Aynan xonalarni ham ko'zdan kechirmoqchi edim. Albatta, xonalarimizda hamma sharoitlar yaratilgan. Bunga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. So'nggi paytlarda sezyapsizmi? Ko'pchilik hashamatli shahar mehmonxonalaridan ko'ra mana shunday tog' yonbag'rilarni afzal ko'ryapti. Nega deysizmi? Birinchidan toza havo. Bu yerdagi havo nafas yo'llarimiz uchun haqiqiy davo. Ikkinchidan sokinlik. Ko'zingizni yumib faqat suvning shildirashi va qushlarning sayrashini eshitishni tasavvur qiling-a. Stress bir zumda tarqab ketadi. Uchinchidan manzara. Tog'larning mahobati insonga o'zgacha kuch beradi. Yana bir asosiy sabab esa shaharga xos qulaylik va komfort muhiti endilikda tog' oldi hududlaridagi mehmonxonalarda ham ta'minlanayotganidir. Bu yerning umumiy maydoni haqida ham ma'lumot bersangiz. Mehmonxonaning umumiy maydoni 2,5 gektarni tashkil qiladi. Aynan Ugam daryosi bo'yiga barpo qilinganligining sababi hozirgi kunda sayyohlar tomonidan tog' bag'rida, tabiat qo'ynida dam olish talabi juda yuqori bo'lganligi uchun aynan shu joy tanlangan. Bu hozirgi kunda mehmonlarimiz juda minnatdor bo'lishyapti. Aynan tog' yonbag'rlarda, umuman yovvoyi tabiatda mehmonxonalarning barpo etilishi eng avvalo mehmonlarni aynan mana shu tabiatdan bahramand bo'lish uchun chorlaydi-da. Va bu mehmonxonani, ya'ni boshqa mehmonxonalardan farqli jihati nimada? Nimasi bilan ko'proq mehmonlarni o'ziga jalb etadi? Boshqa mehmonxonalardan farqli jihati shundaki, faqatgina dam olish bilan cheklanib qolmasdan, sog'lik uchun ham foydali. Ugam daryosida o'ziga xos bir xususiyatga ega deb etiladi. Inson salomatligi uchun ham juda foydali. Mehmonlar faqatgina dam olibgina qolmay, sog'ligini tiklash uchun ham yaxshi bir joy desak ham bo'ladi. Tog' yonbag'rilar bo'lgandan keyin tabiatning qoq o'rtasida mana shunday bir komfortga ega bo'lgan mehmonxona barpo etilgan. Bundan mehmonlarning qanchalik ko'ngli to'lyapti? Gapingizda jon bor. Ta'kidlab o'tganingizdek, mehmonlarimiz tabiat qo'ynida yovvoyilik nimasi bilan dam olish bilan zerikib, komfortga talab yuqori. Shuning uchun kelayotgan mehmonlar juda mamnun ko'rsatayotgan xizmatlarimizdan. Dam oluvchilar uchun aynan bu yerda yana qanday shart-sharoitlar yaratilgan? Mehmonlar uchun suv bo'yida o'tirib dam oladigan, ovqatlanadigan joylar tashkil qilingan. Xavfsiz bolalar maydonchasi, ochiq havoda futbol maydonchasi mavjud. Yozgi suzish havzasi bor. Ochiq havoda restoranimiz ham mavjud. Kunlik mehmonlar uchun ham bemalol xizmat ko'rsatamiz. Restoranga, suv havzasiga, Ugam daryosi bo'yida sayr qilishga bemalol kelib dam olib ketishlari mumkin. Aynan Ugam bo'yi o'zining go'zal tabiati va shu bilan birgalikda yozda esa mana shunaqangi bahavoligi bilan, qishda esa oppoq qorlari bilan mehmonlar umuman dam oluvchilarni o'ziga jalb etadi-da. Va shu bilan birgalikda har bitta joyni o'zini bir alohida bir fishkasi deymiz, tashrif qog'ozi deymiz. Ya'ni ko'proq taomlar bilan ham jalb etadigan bir joylarni ko'rishimiz mumkin. Menimcha bu yerga aynan mana shu maxsus baliqlarni iste'mol qilish uchun ham mehmonlarimiz kelsa kerak. Restoranimizda asosan maxsus taomlardan tashkil topgan ovqatlarimiz mehmonxonamizga nafaqat dam olgani, restoranimizga o'sha maxsus taomlarni tatib ko'rganish ham qayta kelib juda xursand bo'lib ketishadi. Boshqalardan ajralib turishi baliqlarni o'zimiz tabiiy ravishda yetishtirishimiz va keyin yana bir asosiy nimasi tabiiy buloq quyiladi. Shuning uchun ham bu baliq juda ham mazali bo'ladi. Mehmonlar o'zlari maxsus baliq ushlagich bilan ushlab nima qilishi mumkin. Shu fursatdan foydalanib, bosh oshpazimiz tomonidan shu baliqdan tayyorlangan taomni tatib ko'rishga sizni taklif qilaman. Qo'yatdan beri e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sizga ishora qilayotgandim, restoranlar, mazali taomlar deya, chunki tushlik vaqti bo'lib qoldi va demak, mana shu maxsus baliqlardan tayyorlangan taomni tatib ko'rish fursati yetib keldi.
Mehmonxonada ikkita restoran bo'lib, ulardan biri milliy restoran, ikkinchisi esa Yevropa taomlariga mo'ljallangan. Biz hozir ularning birida turibmiz va bu restoran 50 kishiga mo'ljallangan va qolaversa aynan mana shu mehmonxonada dam olayotgan mehmonlar uchun ertalabki nonushta aynan mana shu restoranda taqdim etiladi, ya'ni shved stoli tariqasida. Va va'da qilingan shohona taomni tatib ko'rish onlari yaqinlashyapti. Va alaykum assalom. Biz bu restoranni aynan mana shu maskanni shohona taomini tatib ko'rmoqchimiz. Va albatta sizga ham tavsiya etgan bo'lardik, bu yerga keling, tabiatni go'zalligidan bahramand bo'ling va shu o'rinda esa bu yerning shohona taomidan maza qilib tatib ko'ring. Yana bir qiziq va siz uchun foydali bo'lgan ma'lumot. Ugam havosini tarkibida inson nafas yo'llari uchun foydali bo'lgan fitonsid moddalari juda ham ko'p. Shu sababli bu yerga kelganingizda maza qilib to'yib nafas olishga harakat qiling va shu bilan birgalikda tog' asali, tog' rayhoni va kiyik o'ti qo'shilgan choylarni ham tatib ko'rishni unutmang. Bay, juda ham mazali. Bu yerda o'tkazgan 3 kuningiz shahardagi 1 oy dam olishingizga yetadi. Bu nima? Bularning hammasi mengami? Ha, Azizbek janoblari, bu sizga. Bugun shohona taomlanamiz. Voy, hidlaringdan. To'g'risi, lekin buni hammasini men yeyolmayman. Hozir esa tatib ko'ramiz. Forel balig'idan tayyorlangan maxsus taom. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Agar imkoniyati bo'lganda edi, men sizga shundogina mazasini yetkazgan bo'lardim. Buni mazasini kamera orqali his etish juda ham mushkul. Lekin sizda imkoniyat bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Darhol bugunoq o'rningizdan turing va oilangiz bilan bu yerga tashrif buyurib, mana bu shohona taomdan maza qilib bahramand bo'ling. Yoqimli ishtaha. Bu yerdagi mehmonxonalarning asosiy konsepsiyalaridan yana biri farm to table'dir. Ya'ni daladan to'g'ri dasturxonga tamoyildir. Aynan tog' yambog'ida yetishtirilgan sabzavotlar, mevalar to'g'ri usilib dasturxonlarga torg' etiladi. Eng muhimi, bu yerdagi mahsulotlar 100% tabiiy. Oldik. Bu baliqni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Taomga baho beramiz. Maromiga yetkazib tayyorlangan. Oshpazimizga gap bo'lishi mumkin emas, rahmat deymiz bu taom uchun. Hammasi tobida. Tuzi ham, pishirilish jarayoni ham, to'g'risini aytsam ko'zim qiymayapti. Mana shunday bir go'zallikni buzib uni iste'mol qilishga. Bugungi kunda tog' kurortlarida gastronomik turizm yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Endi u oddiy taomlanish emas, balki to'laqonli dam olishning ajralmas qismidir. Dam oluvchilar mazali taom bilan birga betakror va noyob atmosferani izlamoqdalar. Shu bois, mehmonxona restoranlari o'z mijozlariga mualliflik taomnomalari va yuqori servisga asoslangan qulay muhitni taklif etish orqali mijozlarda yaxshi taassurot qoldirmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoqimli ishtaha. Yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchiliklar aslo yo'q. Hammasi joyida. Marhamat, o'zi ham yeb ko'ring. Nima ish qilib qo'ydingiz, Sherzod aka? Nima ish qildim aka? Shu ham ovqatmi? Yoqmadimi? Axir bu san'at asari bo'pti, to'g'risini aytsam.
To'g'risi bu shunchaki bir maqtov emas, haqiqatan ham birinchi marta mana shunaqangi bir san'at asaridagi bir baliqni yeyishim. O'zi aslida men baliqni unchalik xush ko'rmayman, lekin to'g'risi bugun yeyishga majbur qildingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqangi bilmadim qanaqa tayyorlagansiz, menga bir ovozdan yoqdi. Aynan buning siri nimada? Qachondan beri oshpazlik bilan shug'ullanasiz? Oshpazlikka bir 15 yil bo'ldi. Qiziqishim bor. Buni sirlari o'zimizni mana o'g'amda oqib turgan oqova suvda ushalgan baliqlar. Mehr berilgan. Va o'zimni ishimni yaxshi ko'rganimdan bunaqa chiqqanini o'ylayman. Qoyil. Qanday taomlarni tayyorlashni xush ko'rasiz? Baliqdan tashqari o'zimizni milliy ovqatlarimizni, shu masta, ikki xil oshlarimiz bor. Shu yevropeyskiy ovqatlarimiz bor. Shulardan qilamiz. Nega aynan bugun baliq tayyorlashga qaror qildingiz? Biz o'zimizda baliqlarimiz bor, yetishtiramiz. Baliqlar mehmonlarimiz baliq yeyishga ko'proq keladi. Bundan biz ko'proq har xil usulda baliq tayyorlab beramiz. O'zingiz ham baliq deganimda ikkalanib qoldingizda, hozir menimcha yoqdi-yo o'zingiz. Albatta, juda ham yoqdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Oshxonani o'ziga yarasha bir madaniyati bor-da. Shu bilan birgalikda yana bir e'tibor qaratadigan bir nuqtalar ham bor. Ko'proq nimalarga ahamiyat qaratasiz? Tozalikka. Qanday mahsulotlardan ko'proq foydalanasiz? Sifatli mahsulot, sabzavotlarimiz hammasi o'zimizda yetishtiriladigan joylardan kelinadi. Yoqimli ishtaha aka. Rahmat. Sizga ham rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, bu yerga nafaqat oila a'zolaringiz, balki yaqin do'stlaringiz, birodarlaringiz va shu bilan birgalikda hamkasblaringiz bilan ham tashrif buyurib, mazza qilib dam olishni sizga tavsiya etamiz. Xush kelibsiz ko'rsatuvda xush ko'rdik. Tog' bag'rida joylashgan mehmonxona bu shunchaki oddiy turar joy emas. Tabiat bag'rida mazza qilib dam olishni istagan inson uchun xavfsizlik, qulaylik va xotirjamlik maskani hisoblanadi. Va aynan bu mehmonxonada umumiy hisobda 42 ta xona bo'lib, ikkita toifaga bo'linadi, standart va oilaviy. Va shu narsani ham alohida ta'kidlab o'tmoqchimizki, aynan siz qaysi xonaga joylashingizdan qat'iy nazar, xoh u lyuks bo'lsin, xoh u standart xona bo'lsin, u yerda xizmat turlari hammasi bir xil va albatta barchasi xona to'lovi ichiga kirgizilgan. Hozir biz yana bir ajoyib bir xonaga tashrif buyurdik va bu yerdagi sharoitlar bilan birgalikda tanishamiz. Oho. Bilasizmi, avvalo har bir xonada mehmonning asosiy qulayliklari ta'minlangan bo'lishi kerak. Bular qulay jihozlar, sifatli ortopedik matraslar va shu bilan birgalikda gipoallergen choyshablar va sochiqlar. Biz hozir oilaviy xonaga kirdik va buning afzallik jihatini ham ta'kidlab o'tmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, men bu yoq tarafdan kirib keldim va bu yerda yana bitta eshik bor. Farzandlar uchun yana qo'shimcha alohida xona va u yerdan ham kirsangiz bo'ladi. Farzandlar xonasiga alohida eshikdan ham kirsangiz bo'ladi. Bu xonaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, mana bu parda ortidagi ajoyib manzara. Shundoqqina tog'ga qaragan va bu yerda haqiqatdan ham xotirjam o'zingizni his qilasiz. Chunki ranglar ham aynan inson o'zini xotirjam his qilishi uchun tanlangan va shu bilan birgalikda mana shu ajoyib manzaradan bahramand bo'lishingiz mumkin. Darvoqe yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edimki, aynan bu mehmonxona tog' hududida joylashganligi uchun ham bu yerda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Goh isib ketishi mumkin, goh esa sovuq bo'ladi. Shu sababli ham bu jihatlar ham o'ylangan. Qishda esa maxsus isitish moslamalari, yozda esa havoni tozalovchi maxsus moslamalar, shu bilan birgalikda konditsionerlar ham tashkil etilgan. Hozir biz standart xonaga kirdik. Bu xona birozgina hajm jihatdan kichkinaroq, lekin yetarlicha qulayliklarga ega va 2 kishiga mo'ljallangan. Bu yerda ham sifatli jihozlarni, eng muhimi sanuzelni ko'rishimiz mumkin va bu yerga o'zi aslida mana shu uchun ham ko'proq mehmonlarimiz tashrif buyurishadi. Mana bu go'zal manzara. Shundoqqina O'gam daryosi ko'rinib turibdi va tog'ning, tabiatning go'zal manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Va tog' bag'rida aynan barpo etilayotgan bunday mehmonxonalar nafaqat ichki turizmni, balki tashqi turizmni ham rivojlanishda qaysidir ma'noda o'z ahamiyatiga ega. Chunki yurtimizga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarni nafaqat tarixiy joylarimiz, ya'ni diqqatga sazovor joylar, balki mana shunday go'zal tabiatlarimizni ham qiziqtirayotgani bu albatta quvonarli holat.
tog' bag'ridagi zamonaviy mehmonxonalar uchun qulaylik, xavfsizlik va yuqori servis muvaffaqiyat garovidir. Sayyohlar uchun yaratilgan mukammal sharoit, gastronomik xilma-xillik va mavsum tanlamaydigan servis tizimi bugungi turizmning oltin qoidasiga aylandi. Zero har bir turizm obyektining jahon miqyosidagi maqomi aynan mehmonlarga taqdim etilayotgan shu kabi imkoniyatlar asosida baholanadi. Boyagi raqamlar, qurilishlar bular hali hammasi emas. Men hozir sizga Ugamning hali hech kim gapirmagan, faqat bu yerga kelganlargina his qilishi mumkin bo'lgan jozibasi haqida aytib bermoqchiman. Xo'sh, tayyormisiz? Unday bo'lsa ketdik. Bu yerning toza havosi haqida ko'pchilik gapiradi, lekin hech kim suvi haqida gapirmaydi. Ugam daryosining suvi muzliklardan keladi. Mahalliy oqsoqollarning aytishicha, uning tarkibida minerallar shunchalik ko'pki, u nafaqat sizning chanqog'ingizni bosadi, balki hujayralarni yangilarkan. Qiziq fakt. Ugam soyi bo'yida qurilayotgan yangi maskanlarda hatto suv bilan davolash markazlari rejalashtirilgan. Shahardagi xlorlangan suvdan keyin bu yerdagi muzdekkina tabiiy dush sizni 10 yilga yoshartiradi. Shiddatli oqim, sharsharalar va toshqin tufayli Ugam suvi doimiy ravishda havo bilan to'qnashadi va kislorodga to'yinadi. Bunday suv organizmda moddalar almashinuvini yaxshilashga va qonni tozalashga yordam beradi. Mahalliy aholi va tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, Ugam havzasidagi ayrim buloqlar va soylar tarkibida kumush ionlari mavjud. Bu esa suvga tabiiy antiseptik xususiyatini beradi. Agar siz faqat yotib dam olish men uchun emas deb o'ylasangiz, unda Ugam sizga nima taklif qiladi? Qiziqyapsizmi? Buni hozir bilib olamiz. Ugam Chotqol milliy bog'i suv sporti, xususan rafting bo'yicha xalqaro markazlardan biriga aylanib ulgurgan. Psken va Oygain kabi shiddatli tog' daryolari o'zining murakkab paroklari bilan dunyoning turli nuqtalaridan, jumladan Yaponiya va AQShdan kelgan professional raftingchilarni o'ziga ohangrabodek jalb qilib kelmoqda. Agar siz haqiqiy drayv va tabiat bilan uyg'unlikni istasangiz, Ugam bag'ridagi otli sayrlar va velosiped turlari aynan siz uchun. Havaskor ornitologlar esa bu yerda noyob qush turlarini kuzatib, olam zavq olishlari mumkin. Ugam xaritadagi shunchaki oddiy bir nuqta emas, balki bu O'zbekiston turizmining yangi yuragidir. Agar siz hali ham qayerga borsam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Ugam allaqachon sizni kutmoqda. Xo'sh, keyingi hafta Ugamda ko'rishamizmi? Fikrlaringizni YouTube kanalimizdagi izohlarda qoldirishingiz mumkin. Eng qiziqarli fikr egasi bilan balki shu yerda ko'risharmiz.